Xabar qilinganidek 26-may kuni Prezidentimiz raisligida milliy sanoatni rivojlantirishga qaratilgan ustuvor vazifalar yuzasidan videoselektor yig'ilishi o'tkazildi. Bugun dunyodagi tebranishlar sharoitida har bir davlat avvalo eng ko'p ish o'rinlari yaratadigan sohalarni himoyalash choralarini ko'ryapti. Mamlakatimizda to'qimachilik, qurilish materiallari, mebelsozlik ana shunday sohalar hisoblanadi. Ularda 1 millionga yaqin aholi ishlamoqda. O'tgan 4 oyda yurtimizda sanoat 6.3% ga o'sib 290 trillion so'mga yetgan. Eksport 20% ga oshib 6 milliard 350 million dollarni tashkil etgan. Yig'ilishda mahalliy sanoatni qo'llab-quvvatlash va rivojlantirish masalalari muhokama qilindi. Bu boradagi holat tuman va tarmoqlar kesimida tahlil qilinib, kamchiliklar ko'rsatib o'tildi. Imkoniyatlar tadbirkorlarga yetkazilib, har bir viloyatda xalqaro sertifikatga ega korxonalarni ko'paytirish vazifasi qo'yildi. Bu borada muhim tashabbus ilgari surildi. Videoselektorda sanoat tarmog'ida to'qimachilik, mebelsozlik, qurilish materiallari ishlab chiqarilishi va hozirgi kunda iqtisodiyotimizda drayveri bo'lib xizmat qiladigan zargarlik sanoat to'g'risida taklif o'tildi. To'qimachilik sanoatini olinganda prezidentimiz taklif o'tganlaridek o'tgan yilga qaraganda deylik 875 million dollarlik mahsulot ishlab chiqargan bo'lsa, undan 75 million dollar kam mahsulot ishlab chiqardi. Bunga asosiy sabab deylik o'sha xalqaro sertifikatlarda yetishmasligi. Bizda asosan respublikamizda 1,5 mingdan ortiq kichik o'rta sohadagi korxonalar faoliyat yuritayotgan bo'lsa, o'sha korxonalarda 244 tasida xalqaro sertifikat mavjudligi va qolganlarida esa xalqaro sertifikat haligacha mavjud emasligi aytib o'tildi va shu o'rinda Savdo-sotiq palatasiga topshiriq berildiki, shu korxonalarga deylik xalqaro sertifikatga tezroq erishib, o'qitish ishlarini olib borish ishlari tushuntirib o'tildi. Aholi ishlab chiqargan mebelsozlikka asosan uy sharoitida ishlab chiqarilayotganligi va buni asta-sekinlik bilan sanoat bosqichiga o'tkazish vazifasi yuklandi. Yana bir sanoat tarmog'ini ko'radigan bo'lsak, tushuntirib aytib o'tganlaridek, qurilish materiallari hozirgi kunda deylik o'tgan yilgi aniqlashlar bo'yicha 1600 ta holatda deylik sifatsiz qurilish materiallari ishlab chiqariligi taklif o'tildi va shu o'rinda ham bu sohada o'sha shaffoflik, xalqaro sertifikat, umuman xalqaro standartlarga mos ravishda qurilish materiallari ishlab chiqarilishi vazifalari yuklandi. Videoselektor yig'ilishida milliy brendlarni ko'paytirish va mavjudlarni xalqaro darajaga olib chiqish maqsadida yangi tizim joriy etilishi ma'lum qilindi. Ushbu tashabbus doirasida mamlakatimizda milliy brendlarni qo'llab-quvvatlash kampaniyasi tashkil etiladi. Yangi kompaniya mahalliy mahsulotlarning sifatini oshirish, ularni xalqaro bozorlarga tanitish va raqobatbardoshligini ta'minlashga yo'naltiriladi. Kompaniya faoliyati doirasida xorijdan malakali brend menejerlar, dizaynerlar, marketologlar va PR mutaxassislar jalb etiladi. Ular mahalliy ishlab chiqaruvchilar bilan hamkorlikda ish olib borib, mahsulotlarni xalqaro standartlarga mos ravishda tayyorlash, qulay bozor pozitsiyasini belgilash va uni tashqi imijini shakllantirishda amaliy yordam ko'rsatishadi. Yangi tizim mahalliy tadbirkorlar uchun yangi imkoniyatlarni yaratadi. Ular o'z mahsulotlarini bilan yangi bozorlarga chiqish, xalqaro hamkorlar topish va investitsiya jalb etish imkoniyatiga ega bo'ladi. Ular shu tariqa O'zbekiston brendi ostidagi mahsulotlar jahon bozorida munosib o'rin egallashi uchun zarur shart-sharoitlar yaratiladi. Yig'ilishda bildirilgan taklif va tashabbuslar O'zbekistonda iqtisodiy islohotlar yangi bosqichga qadam qo'yayotganining yaqqol isbotidir. Yig'ilishda tayyor kiyim-kechak, charm attorlik va poyabzal sanoatining rivoji, mavjud muammolar hamda yangi imkoniyatlar atroflicha tahlil qilindi. Kuni kecha prezidentimiz raisligida o'tkazilgan videoselektorda berilgan topshiriqlarga biz deputatlarning munosabatimiz ijobiy. Yangi bosqich mahalliy sanoatni strategik tarzda rivojlantirishdan iborat. Bugungi 4 mingdan ziyod to'qimachilik va poyabzal korxonalarini yagona ekotizimga birlashtirish, mahsulot tanishuvini kuchaytirish, raqobatbardoshlikni oshirish va ichki bozorda milliy brendlarning ustuvorligini ta'minlash iqtisodiy mustaqillikka erishish uchun radil qadam hisoblanadi. Bu islohotlar nafaqat ish o'rinlari yaratish, balki O'zbekistonning Made in O'zbekiston tamg'asi bilan jahon bozoridagi obro'sini mustahkamlashga xizmat qiladi. Xulosa qilib aytganda, prezidentimiz Mirziyoyevning ushbu tashabbusi bu shunchaki iqtisodiy chora-tadbir emas, balki ijtimoiy mas'uliyat, inson qadri, milliy iftixor va iqtisodiy barqarorlikni uyg'unlashtirgan keng qamrovli davlat siyosati hisoblanadi. Milliy mahsulot, milliy faxr degan g'oya bugun endi shiori emas, balki amaliyotga aylanmoqda. Tashkil etilayotgan markazlar esa milliy sanoatning yuragiga aylanishi kutilmoqda.